Ramazon oyi uchun bitada o'xshab chiqadigan tvorogli pirog retsepti. Birinchi bo'lib un, tuz, shakar va razrixitchinni aralashtiramiz. Keyin bo'lsa xona haroratiga kalyak sarig'ini qo'shamiz va kroshka holiga keltirib olamiz. Smetana va tuxum qo'shamiz, kroshkalarni xamirga aylantiramiz. Nachinkasi uchun esa retseptda ko'rsatilgan tvorogning yarmini solamiz, saxnaga putur solamiz va aralashtiramiz. Bu retsept uchun kalyak brendining 33% selevkasidan foydalanamiz, chunki ko'p yillar davomida o'zimiz sinovdan o'tgan. Sut, tuxum, kraxmal solib, yaxshilab qo'l blender yordamida uramiz va bir xil massaga keltirib olamiz. Yeganingizda aynan tvoroglik bilinib turishi uchun tvorogning qolgan qismini solamiz va aralashtirib qo'yamiz. Dam olgan xamirni olib, maxsus tayyorlab qo'yilgan qolipga xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib yoyib chiqamiz. Tayyor tvorogli massamizni solamiz va xamirning qolgan qismlaridan shunaqa chiroyli qilib qo'yib chiqamiz. Roporosa 180 gradusda 40-45 daqiqa davomida pishirib olamiz. Pishib olgandan so'ng bir kecha davomida xolodilnikda sovutib olib, ko'rib turganingizdek shaklda kesib olamiz va olchali sous bilan birga taqdim etamiz. Iftorlik va saharlik dasturxoni uchun o'ylaymanki, eng ideal darajadagi shirinliklardan biri bo'la oladi. Albatta bu videoni saqlab qo'yib, tayyorlab berish kerak.